Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hammaga xayrli tun, ya'ni xayrli oqshom. Sizlar bilan yana Fazliddin Muhiddinov. Bugungi videoda men sizlarga bir ajoyib bir instrument haqida gapirib bermoqchiman. O'zim ham buni yaqinda o'tgan yilda 1 yil bo'yi 1,5 yil bo'ldi shekilli bir o'zimiz shogirdlarimizdan Murodjon degan yigitdan bilib oldim, Alloh rozi bo'lsin. Shu haqda video qilib beraman ko'pchilikka deganda mana bugunga nasib qilgan ekan inshaalloh. Ya'ni bu VPN programmasi haqida. Avvalo bu programma nimaligi haqida tushuntirib berishdan oldin bu vaziyat qanday holatda menga yordam berishi mumkin yoki sizga yordam berishi mumkinligini qisqacha aytib beraman. Masalan, biz o'zimiz ham yangi programma qilish boshlagan paytimizda programma qilib, chiroyli bir qanaqadir aytaylik, o'sha optimal savdoni aytaylik, misol uchun yangi boshlagan paytimizda bir narsani qilib turib, endi programma sifatida programmamizni himoya qilishni xohlaymiz, to'g'rimi? Kimgadir berganimizdan keyin uni himoya qilishni xohlaymiz-da, sotolmaguncha berishni xohlamaymiz odam. Lekin klientlar bilan gaplashganimizda aytaylik, men Namanganda turgan bo'lsam, Samarqanddami yoki bir Buxorodagi yoki Toshkentdagi bir klient bilan aloqaga chiqib turib, shu programmangizni bitta ko'raylik. Gaplaringiz menga yoqdi, lekin qani bitta ishlatib ko'raylikchi, bizga yoqarmikin? Demosi bormi deydi misol uchun. Agar demosi yo'q deydigan bo'lsangiz, ishlatib ko'ra olmagandan keyin olishga ehtiyojam bo'lmaydi, ketib qolishi mumkin-da. Bo'ldi, demo qilib beramiz deymizda, nima qilardik? Programmani yaxshilab parollab, DT faylini olib, inaki unga email admin orqali klientni kompyuteriga ulanib turib, unga DNS o'rnatib, DT dan haligi programmani tiklab, keyin uni klientga berardik. Keyin nima qilardik? Bu tomonda o'zimiz 10 kundan keyin ishlamaydi olib qo'yardik misol uchun. 10 kundan keyin aytaylik, programma ishlamaydi, administratorga murojaat qiling derdi yoki bo'lmasa 100 ta bir hujjatdan keyin bo'ldi, programmaga cheklov bor, 100 ta hujjatdan yoza olmaysan. Murojaat qil derdi. Chunki programma uni kompyuterda qolyapti-ku. Agar indamasangiz u qolib ketib qoladi misol uchun-da. Hali yoqmaganini aytmaydi. U bolani siz hatto tanimaysiz, bir so'm pul oldi berdi qilmagansiz. Shuni himoya qilish uchun shunaqa qilib berardik biz. Qisqasi juda noqulay bo'lardi. Ayniqsa kunli qo'ygan paytimizda 10 kun yoki 15 kun qo'ygan bo'lsak, nima bo'lardi? Klientni ish chiqib qolib, safar ketib qolgan, ko'rmagan, 10 kundan keyin kelib endi ko'raman desa, o'sha programma darrab haligi nima deydi? Programma vaqt tugadi deyapti. Vaholanki endi kirganda misol uchun, yana unga bog'lanib turib vaqtini cho'zib berishga to'g'ri kelardi yoki bo'lmasa nima bo'lardi? Boshqacha bir muammolar kelib chiqardi misol uchun. Yoki yetarlicha foydalana olmasdi. Kirdi, ko'rdi, boshqa qildi, lekin 10 kun ichida yetarlicha foydalana olmadi yoki 100 ta hujjat bir pasda to'lib qoldi. Haligi endi ishlash o'rgangan paytda bo'lmay qoldi qisqasi. Shunaqa muammolar kelib chiqardi. Keyinchalik mana server publikatsiya qilish degan darsimizda bu narsani ko'rsatganmiz. Onlayn ishlatishni o'rganib oldik misol uchun. Bemalol onlayn bitta VPS server sotib olib turib, o'sha serverda bazamizni o'rnatib publikatsiya qilib klientga ssilkani beramiz. Klient xohlagan paytda ko'radi, aloqalashib turamiz. Ko'ribman desa turaveradi, yo bo'ldi ko'rmayman desa yoki aloqa chiqmaydigan bo'lsa, ssilkani o'chirib qo'yamiz, shu bilan bo'ldi. Klientdan hech qanaqa bizning muammomiz bo'lmaydi-da. Ya'ni programmamiz o'zimizda turibdi. Biz unga как будто haligi Telegramda yoki birorta bir Google'da birorta bir saytga kirsangiz, sayt ishlab turgan bo'lsa kira olasiz. Sayt ag'dan o'chib qolgan bo'lsa kira olmaysiz-ku, oldin men kirib yurgan bo'lsangiz ham. Xuddi shunga o'xshagan holat bo'lardi. Ya'ni shunaqa qilib yechganmiz bu narsani. Endi buni qanaqa qilishni kursimizda aytganmiz, agar kimgadir bilmaydiganlar bo'lsa, DNSni onlayn ishlash degan kursimizda bu narsa batafsil tushuntirilgan. Ya'ni shunaqa holat bo'lardi bizda. Faqat bu VPS sotib olishi ko'pincha nima desa bo'ladi? Ayniqsa yangi boshlagan programmistlarda oyiga 200 mingdan pul to'lab turib yoki boshqa qilib turib, eng kamida 200 mingdan to'lash kerak, bitta VPS saqlab yurishga imkoniyat bo'lmasligi mumkin-da. Shunaqa noqulayliklar kelib chiqardi. Shuning uchun mana bu VPN programma, Radmin VPN degan programma mana ko'rsataman sizlarga. Radmin VPN degan programmani o'sha do'stimiz aytib qoldi, Murodjon degan yigit. Bu VPN programma shunaqa bir xususiyatga egaki, buni o'zingiz kompyuteringiz bilan klient kompyuteriga o'rnatilgan paytda, siz o'zingiz kompyuteringizga o'rnatib turib, u yerda virtual network sozdat qilasiz. Sozdat qilib turib, u yerda o'ziga xos bir login parol bo'ladi, bu narsani ko'rsataman. Shuni u tomonga berib turib, o'sha подключиться к сети degan joyda o'sha login parol kiritilsa, u sizning kompyuteringizga ulanadi. Va o'rtada go'yoki lokalniy setda bo'lib qoladi ikkita kompyuter. Mana ko'pchilik bilsa kerak, bir nechta kompyuter bor bitta ishxonada, kompyuterlar birini bemalol ko'radi, bemalol, to'g'rimi? 192.168.1. yana qanaqadir 2, 3, 5 deb har xil raqamlar bilan kompyuterlarning hammasini o'zining IP adresi bo'ladi-da. Shu IP adresiga bir-birini
papkasini ko'rishi mumkin, ma'lumotlarni saqlashi mumkin, printerdan foydalanishi mumkin. Shunaqa imkoniyatlar bor lokalniy setda. Ya'ni lokal uzun nom bilan mahalliy tarmoq. Lekin siz Namanganda turib, Toshkentdagi odamlar mahalliy tarmoq qila olmaysiz, chunki siz bitta setda emassizda, siz majbursiz internet orqali bog'lanishga. Buning uchun bu aytilgandek bitta yo'li sizda VPS bo'lishi kerak. Yana bitta minusi bor VPS. Unda sizda static IPs bo'ladi. Static IPs bu go'yoki sizni telefon raqamingizga o'xshagan narsa. Siz telefon raqamingizni bilib olgan odam xohlagan paytingizga telefon qilishi mumkin yoki nimadir qilishi mumkin. Telefon raqamingizdan foydalanib turibdi. Chunki telefon raqamingiz o'zgarmaydi hech qachon. Static IP ham xuddi shunaqa. Agar siz uni klientga bersangiz, keyinchalik xavfsizlik tomonidan bu uncha yaxshi решение bo'lmas ekan bu narsa. Chunki ayniqsa mana bu ba'zi bir holatlarda oxirgi paytda ko'payib ketdi. Atakalar bo'lib turib, static IP orqali atakalarni qilib ba'zilaringizga narsa qilishi mumkin-da, qanaqadir tarqab ketib qolsa. Shu static IP ni bermasdan turib, internet orqali siz o'zingizning kompyuteringizda internetga ulangan holatda, klient o'zining kompyuterida internetga ulangan holatda o'rtada o'zaro internet orqali lokalniy tarmoq paydo bo'ladi VPN da va siz o'zingizning kompyuteringizda publikatsiya qilgan bazangizni bemalol klient ko'rishi mumkin bo'ladi-da. Qisqasi shu VPN haqida, buni yana internetda qidirib ko'rishingiz mumkin. Endi shuni qanday ishlatishni men sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Mana hozir men VPS da turibman. Nimaga VPS da? Buni o'zimning kompyuterimdan qilishim mumkin edi. Lekin bu videoni ko'rgandan keyin sizlar sinab ko'rishingiz uchun shu VPS ga kirib shu narsani qilyapman. Videoni ko'rib bo'lgandan keyin men sizlarga programmani tashab qo'yaman, silkani berib qo'yaman. O'sha VPN programmani o'rnatib, o'sha silkani adresga bog'lasangiz yoki brauzer orqali o'sha silkaga kirsangiz, bemalol o'zim men ko'rsatmoqchi bo'lgan bazaga siz kirib ko'rishingiz mumkin. Xohlagan joyingizdan. Internet bo'lsa bo'ldi. Plus bu Windows ishlaydi. Windows VPN aytyapman hozir bu yerda. Xo'p, bu hammasi kirish qismi edi, do'stlar. Endi amaliy ishga o'tamiz. Mana bu faylni men sizlarga tashab qo'yaman gruppada. Kanalimizda Radmin VPN mana oddiy dalegatov qilib o'rnatiladi bu narsani. Mana uстановить tuz ekan, hatto dalegatov yo'q ekan. Bitta knopka bilan uстановить qilasiz. Uстановить qilganingizdan keyin, ya'ni bu o'zingizning kompyuteringizda uстановка qilyapsiz boshlang'ich holatda. Ya'ni go'yoki serverda. Serverning kompyuterida uстановка qilyapsiz, ya'ni bazada turgan kompyuterda siz shu bazadagi shu kompyuterdagi bir bazani klientga prezentatsiya qilmoqchisiz misol uchun. Ana shu holatda bu narsa kerak bo'ladi. Hozir uстановка bo'lyapti. Sal cho'zilib ketdi odatdagidan. VPSimiz o'sha 200 minglik serverda turibdi hozir. Bu bazalarimiz, bunda bir qancha bizning bazalarimiz bor, shuning uchun nagruska kelyaptimi bilmayman. Mana bo'ldi, tugadi. Uстановка bo'ldi. Xo'p. Uстановка bo'ldi. Mana bunday holatda chiqadi. Mana hozir serverga ulanmoqchi. Bu yana bitta tomoni bor. Bularning o'zining markaziy serveri bor. Xuddi ME-admin bu yerda net deb qo'yamiz. ME-admin yoki TeamViewer shular hammasi shunaqa tipda ishlaydi misol uchun. Faqat TeamViewerlarda, ME-adminlarda siz to'g'ridan to'g'ri nima desa bo'ladi, рабочий stolga, ya'ni kompyuter o'ziga ega bo'ladigan bo'lsangiz, albatta kimdir tasdiqlash nimadir qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bularning yaxshi tomoni sizni programmangizni xuddi saytga o'xshab publikatsiya qilib qo'ygan programmangizga ular bemalol orqadan kirishi mumkin-da. Siz ba'zan tasdiqlashingiz, bir narsa qilishingiz shart bo'lmay qoladi. Xo'p, sozdать setda bo'lsamiz, biz serverda bu yerga yozamiz, misol uchun aytaylik, optimal yoki mana leaders group leaders LG deb qo'ya qolaylik, osonroq bo'lishi uchun LG VPN deb qo'yaylik. Parol yozamiz. Ya'ni setning nomini hamda parolni yozilsa, keyin klient shu foydalanishda shu narsadan foydalanadi ulanish uchun. Aytaylik 1 dan 6 gacha qilaman hozircha. Yoki 7 8 9 5 1 2 3. 7 8 9 5 1 2 3. Mana sozdать qilaman. Mana set paydo bo'ldi. Bo'ldi. Shu bilan serverda ish tugadi. Endi albatta programmani siz publikatsiya qilgan bo'lishingiz kerak. Bu programmaga nima deydi, lokalniy set orqali kirsa bo'ladigan bo'lishingiz kerak. Bu narsalarni o'sha kursimizdan ko'rsatganmiz. Bu narsani o'zingizdan bilishingiz kerak. Bo'ldi. Shu bilan serverda bu ish tugadi. Ana endi klientga o'tamiz. Klientga o'tganda ham xuddi shunday
mana bu yerda VPN programmani o'rnatganman. Bu yerda ichiga kirib qo'ya qolaman bu yerda. Mana ichiga kirganimda men o'rnatishni ko'rsatmadim. Bu ham xuddi shunday holat turibdi. Bu men klientda turibman-ku. Присоединиться к сети bosaman misol uchun. Va mana shu yerda menda setning nomini so'raydi. Men yozaman LG VPN deb yozaman. U tomonda yozgan narsam. Paroliga o'sha parolni yozaman. 7895123. Ya'ni tasavvur qiling, siz shuni o'rnatdingizda, klientga berdingiz, mana buni o'rnatib, присоединиться к сетini bosib, shu narsani yoz dedingiz. Bo'ldi, yozadi. Bo'ldi, ulandi. Mana qarang. Mana bu yerda IP adresi 26.112.254.131 turibdi, to'g'rimi? Va shu narsani mana bu yerda ko'rsatyapti. Mana shu serverga ulanding deb turib. Va mana bu yerda ulangan kompyuter IP adresini bu yerda ko'rsatyapti. Mana bu programma senga ulandi, mana bu kompyuter deb turib. Bo'ldi, shu bilan ish tugadi do'stlar. Ya'ni VPN o'rnatdik, boshqa qildik, ish tugadi shu bilan. Endi qarang. Xo'p, mana bu server. Server IP adresini yozib olamiz bu yerda. Men publikatsiya qilib qo'yganman bazamni. Hozir shu programma edimda kiraman. Tasavvur qiling, 26, ya'ni server publikatsiya qilingan bazasini yozyapman. Server IP adresiga mana VPN dagi IP adresini kiritaman, ya'ni serverdagi VPN adresini kiritaman. 254 131. Va bu yerda men o'zim port qo'yganman. Bu portda o'sha o'zim publikatsiya qilganman. Va bu yerda bazamni men nima qilganman? Publikatsiya qilganman. Mana. Bunday bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rib turibsiz, Promoy optimal savdo programmasiga kirdim. Ya'ni yana qaytaraman, qisqacha serverda VPN o'rnatib, sozdать set qildim. Sozdать set qilib turib, bu yerda email yozib, login, parol yozdim, 2 marta tasdiqladim, haqiqat to'g'riligini bilish uchun. Keyin klientda ham o'sha programma o'rnatildi-da, bunda o'sha присоединиться к сети bosildi, bu yerda email set bilan parol kiritildi. Bo'ldi, shu bilan hamma narsa tayyor. Mana bu yerda misol uchun mana aytaylik, mana rahbardan kirib turib, ko'rishingiz mumkin o'zi bemalol. Rahbar parol necha edi? 1 2 3. 1 2 3 bosadigan bo'lsangiz, mana misol uchun ya'ni o'sha biz publikatsiya qo'ygan setga kirishingiz mumkin bo'ladi. Bu hammasi bo'layotgan paytda serverda ham shu programma yo'nib turibdi, VPN ga ulanib turibdi, internetga ulanib turibdi va klientdan VPN ga ulanib turibdi, internetga ulanib turibdi. Ya'ni ikkitasi ham bir vaqt o'zida ham internetda, ham VPN turibdi va klient ana shu serverdagi setga ulangan holatda turibdi. Mana do'stlar, bemalol mana baza ochildi, ichida hamma narsalari turibdi. Xo'p, bu narsani o'zing ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Men buni shunday ochiq qoldirib qo'yaman do'stlar. Mana bu ssilkalarni shu videoda ko'rib turgan shu ssilkani o'zing yozib olishingiz mumkin. Va bu narsa VPN ishlatganda ishlaydi. Va aytgandek, mana VPN onni bossak, VPN o'chadi. O'chgan paytda men bu joyga kiraman desam, xatolik chiqadi misol uchun mana. Aytaylik, kassaga kiraman deyapman, misol uchun mana. O'zi mana bazaga so'rov ketdi. Bazaga so'rov ketdi. Men VPN dan uzilganligim uchun o'zi tamom internetda turibman, lekin VPN dan uzilganim uchun klient sifatida u tomonga kira olmayman. Mana endi buni kutishimiz shart emas deb o'ylayman. Bu yo'q, o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Va serverda ham shu narsani uzib qo'ysam, bu ham klient sifatida u tomonga, klient VPN ga ulangan bo'lsa ham u tomonga kira olmaydi. Даже ulana olmaydi ham serverga. Xo'p, qisqacha shu edi do'stlar bugungisi. O'ylaymanki foydali ma'lumot bo'ldi. Shaxsan men o'zim boya aytganimdek boshida bu narsani bilmagan paytimizda klientlarga programmani ko'rsatishga rosa qiynalardik. Allohga shukr, hozir serverlar bizga ko'rsatamiz, lekin mana bu VPN orqali ko'rsatish sizlarga ham qanaqadir holatda foyda berishi mumkin deb o'ylayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar, chatimizda yozinglar va yana qanaqadir videolar qilish kerak bo'lsa inshaalloh qilamiz. Gruppada yozilgan takliflarni ko'rib bo'lyapmiz. Aytganimizdek, ba'zi bir narsalarni vaqt soati bilan asta-sekin bilan qilamiz inshaalloh. Demak, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar.